kechira olmaslik. Bu yurakda o'ch olish istagini saqlab, asta-sekin o'zini yo'q qilish demakdir. O'tmishdagi og'riqni ko'ngilda ushlab turish demakdir. Har kuni o'sha yarani yangilab ochish demakdir. Balki haqiqatdan ham xafa qilishgandir. Balki yurakni tilka pora qilishgandir. Lekin unutmang, kechirmaslik bilan o'sha og'riqqa abadiy yashashga ruxsat berishgani. Kechirish esa bu ularni emas, o'zimizni ozod qilish, erkinlik qilishdir. Bu zaiflik emas, bu jasorat degani. Kechira olganimizda yuragimiz yengillashadi, ruhimiz tiklanadi, ozod bo'ladi. O'tmishni qo'yib yuboring bugun shu ondan boshlab. Siz tinchlikka, sog'likka, omadga, baxtga loyiqsiz. Odamlar og'ritishlari mumkin. Ba'zida so'z bilan, ba'zida harakat bilan. Siz ichingizda o'sha og'riqni olib yurasiz. Yillar o'tadi, lekin yurakda hali ham alam yashaydi. Kechirmaslik esa o'sha og'riqni har kuni qayta yana boshdan kechirish demakdir. Bu yurakni to'xtovsiz jazolash deganidir. Kechirish esa bu o'sha yomonlikni oqlash emas. Bu o'zimizni davolash degani. Kechirsak, yengillashamiz. Yuragimiz ochiladi. Nafrat emas, muhabbat sig'adi. Mehr-muhabbat, mehr-oqibat, sevgi. Unutmang, kechirish ularni emas, bizni qutqaradi. Chunki biz bunga loyiqmiz. Ozod yurishga, yengil, erkin yashashga, harakatlanishga, tinchlik topishga, huzur-halovat yashashga. Unutmang, biz eng zo'r hayotga ochiqmiz, loyiqmiz, tayyormiz azizlarim.